Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomizda biz tushuntirib bermoqchi bo'lgan mahsulotlarimiz bu stabilizatorlar. Bu stabilizatorlar Xitoy zavodida ishlab chiqarilgan original mahsulot bo'lib hisoblanadi. Stabilizatorlar asosan relenli va laterli turlarga bo'linadi. Hozir etapma-etap, qadamma-qadam 2026-yildagi narxlari bilan tanishtirib o'taman. Birinchi navbatda stabilizatorni relenli stabilizatorlar bilan tanishtirib o'taman. 220 voltda ishlaydiganlarini. Ikkinchi o'rinda laterli stabilizatorlarni 220 voltda ishlaydiganlari bilan tanishtirib o'taman. Uchinchi navbatda laterli stabilizatorlarni 380 voltda ishlaydiganlari bilan tanishtirib o'taman. Tayyor bo'lsak, boshladik. 2026-yildagi stabilizatorlarni narxlari bilan tanishtirishni boshlaymiz. 1 kilovatdan boshlaymiz, 600 kilovatga borib to'xtaymiz. Relenli stabilizatordan boshlaymiz. Mana bu stabilizatorimiz 1 kilovatli relenli stabilizator bo'lib, 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Komplektida kabellari, rozetkalari bor. Bu stabilizatorimizning narxi $30. Xo'p, yonidagisi, keyingisi 2 kilovatli stabilizator 90 dan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Devorga osiladi, yerga ham turadi. Universal komplektida kabellari, rozetkalari bo'ladi. 2 kilovatli relenli stabilizatorimizning narxi $40. Xo'p, bu stabilizatorimiz 3 kilovatli relenli stabilizator bo'lib hisoblanadi. 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Komplektida bypass avtomatlari, zadержка rejim funksiyalari bor. O'zining alohida rozetkasi bor. Ventilyatorlari bo'ladi va kabellari komplekt. 3 kilovatli stabilizatorimizning narxi $55. Xo'p, keyingisi 5 kilovatli stabilizator 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushiradi. Komplektida bypass avtomatlari, funksiyalari, zadержка funksiyasi bo'ladi, ventilyatori bor. Shunir kabellari va rozetkalari bo'ladi. Bu stabilizatorimiz ham universal, devorga ham osiladi, yerga ham turadi. 5 kilovatli stabilizatorimizning narxi $75. Mana bu 10 kilovatli stabilizator bo'lib hisoblanadi. Buni ham ustanovkasi universal, devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Avtomatlari bypass avtomat rejimda bo'ladi. Zadержка funksiyasi bor, 180 sekund, 3 sekund, ikki xil funksiyasi bo'ladi. Xo'p, sovutish uchun alohida ventilyatorlari bor. Kilemlik orqali ustanovka qilinadi, rozetkalari bo'ladi. 10 kilovatli stabilizatorimizning narxi $120. Xo'p, keyingi stabilizatorimiz 15 kilovatli stabilizator, relenli stabilizator. 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Avtomatlari bypass avtomat, funksiyasi zadержка funksiya bor. Komplektida devorga osish uchun alohida kranshtin anker boltlari bo'ladi. Ventilyatorlari, termodatchiklari, barcha zashtalari bo'ladi. Ustanovkasi universal, devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Xo'p, bu stabilizatorimizning narxi $160. 15 kilovatli relenli stabilizatorning narxi $160. Garantiyasi 1 yil. Barcha stabilizatorlarimizning garantiyasi 1 yil. Xo'p, keyingi stabilizatorimiz 20 kilovatli stabilizator. Bu ham 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi. Avtomatlari bypass avtomat, funksiyasi zadержка 180 sekund, 5 sekundlik ikki xil funksiyasi bo'ladi. Xo'p, ventilyatorlari bor, sovutadigan, termodatchiklari bor, zashta qiladigan, barcha zashta qilish kerak bo'lgan jihozlar bilan jihozlangan. Komplektida devorga osish uchun alohida kranshtinlari, anker boltlari bo'ladi. Komplektida qo'shib beriladi. 20 kilovatli stabilizatorimizning narxi $200. Narxlarimiz juda ham ajoyib. 2025-yilga nisbatan 2026-yildagi narx ancha ijobiy tomonga o'zgargan. Xo'p, $200. Ana endi 20 kilovatli stabilizatorimizning ikkinchi varianti 45 voltdan ko'tarib 280 voltdan tushirib beradi. 45 voltdan ko'taradi. Noto'g'ri eshitmadik. 45 voltdan ko'tarib 280 voltdan tushirib beradi. Avtomatlari bypassning avtomat rejimlari bor, zadержка knopkasi bor, sovutish ventilyatorlari bor, termodatchiklari bor. Alohida rozetkasi bor va kilemlik bilan ustanovka qilinadi. 45 voltdan ko'taradigan 20 kilovatli stabilizatorimizning narxi $240. Keyingi stabilizatorimiz garantiyasi 1 yil, bularning hammasini garantiyasi 1 yil. Keyingi stabilizatorimiz ko'rinyaptimi? 30 kilovatli relenli stabilizator bo'lib hisoblanadi. 90 voltdan ko'taradi, 280 voltdan tushirib beradi.
Avtomatlari, bypass avtomatlari bor, zadержка funksiya knopkalari bor, terma datchiklari bor, sovutish ventilyatorlari bor, alohida razvedkasi bor. Ustanovkasi kilemlik orqali ustanovka qilinadi. Komplektida alohida kronshten anchor boltlari qo'shib beriladi. Bu komplektida bo'ladi. 30 kilovatli stabilizatorimizning narxi 90 voltdan ko'taradigan 30 ning narxi. Xo'p, $290. Juda ham narxi ajoyib. $290. Garantiyasi 1 yil. Xo'p, keyingi stabilizatorimiz 30 kilovatli stabilizator bo'lib hisoblanadi. 45 voltdan ko'taradi. 45 voltdan ko'tarib 280 voltdan tushiradi. Relenli 30 kilovatli stabilizator. Avtomatlari bypass, funksiyalari 180 sekund, 5 sekundlik zadержка funksiyasi bor. Xo'p, komplektida kronshten bo'ladi, bu komplektida qo'shib beriladi. Ventilyatorlari bo'ladi, termodatchik zashtalari bor, skachoy zashtalari bor. Tok oshib ketganda o'chiradi, tok 45 dan pasayib ketganda o'chiradi. Zashta himoyalari zo'r. Xo'p, devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Bu universalniy stabilizator bo'lib hisoblanadi. 45 dan ko'taradigan 30 kilovatli stabilizatorimizning narxi $350. Garantiyasi 1 yil. Ana endi relenli stabilizatorni 1 kilovatdan boshlab toki 30 kilovatgacha bo'lgan stabilizatorning barchasini narxlari bilan, diapazonlari bilan tanishtirib chiqdik. Ana endi stabil brendiga taalluqli bo'lgan laterli stabilizatorlarni ham birma-bir ketma-ket narxlar bilan tanishtirib chiqamiz. Xo'p, birinchi 20 kilovatdan boshlaydik. Stabil brendiga taalluqli bo'lgan laterlik 20 kilovatli stabilizator. Laterli ba'zi holatlarda servo motor, ba'zi holatlarda servo приводный deb ataladi. Aslida endi o'zimiz tilda laterli deb ataymiz oddiy holatda. Bu stabilizatorimiz devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Og'irligi taxminan 60 kg bor. Xo'p, komplektida o'zini kronshtenlari, anchor boltlari, avtomatlari bypass rejimi bor, zadержкасы bor. 180 sekund, 5 sekund ikki xil variantga o'zgartiradi. Sovutish ventilyatorlari bo'ladi, ikki tomonda qachonki qiziganda ishlaydi. Termodatchiklari bo'ladi, barcha zashta jihozlari bor. Xo'p, tokni 100 voltdan ko'taradi, 300 voltdan tushirib beradi. 20 kilovatli laterli stabilizatorimizning narxi $340. Garantiyasi 1 yil. Elektromobil zaryadnilar uchun zo'r tushadi. 7 kilovatli zaryadnik zakon ishlaydi. Xo'p, xuddi shunga o'xshagan stabilizatorning 30 kilovatli varianti ham bor. Devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Komplektida kronshtenlar bo'ladi, anchor boltlari bo'ladi. Avtomatlarda bypass rejimi bor, termodatchiklari bor, ventilyatorlari, ikkita ventilyatori bo'ladi. Qachonki qiziganda ishlaydi bu. Xo'p, bu stabilizatorimiz devorga ham osiladi, yerga ham turadi. Universalni. 100 voltdan ko'taradi, 300 voltdan tushiradi. Og'irligi 70 kg. 30 kilovatli laterli stabilizatorimizning narxi $415. Narxi juda ham ajoyib, juda ham zakonni. $415, garantiyasi 1 yil. Barcha stabilizatorlarimizning garantiyasi 1 yil. Ana endi stabil brendiga taalluqli bo'lgan stabilizatorlarni tushuntirib bo'ldik. Ana endi Andeli brendiga taalluqli bo'lgan stabilizatorlarimizni 1 kilovatdan boshlab toki 30 kilovatgacha bo'lgan 220 volt ishlaydiganlarning narxlari bilan ketma-ket tanishtirib o'tamiz. Boshladik. Devorga osiladigan 1 kilovatli Andeli brendiga taalluqli bo'lgan stabilizator laterli stabilizator hisoblanadi. 110 voltdan ko'taradi, 250 voltdan tushirib beradi. O'zini termodatchiklari bo'ladi, qiziganda o'chirib zashta qiladi, predahnatorlari bo'ladi, korotka zamkani bo'lganda zashta qiladi. Komplektida shnur kabellari bo'ladi, razvedkasi bo'ladi o'zini. Xo'p, 1 kilovatli stabilizatorimizning narxi $40. 2 kilovatli stabilizatorimiz bu ham laterli, 110 dan ko'taradi, 250 voltdan tushirib beradi. Buni ham funksiyalari qiziganda abzatini zashta qilib beradi, tok oshganda, tushganda o'chirib beradi. Laterli 2 kilovatli Andeli stabilizatorimizning narxi $50. Xo'p, 3 kilovatli stabilizatorimiz Andeli brendiga taalluqli tegishli bypass avtomatlari bor, kabellari bo'ladi, razvedkalari bo'ladi. Garantiyasi 1 yil bilan hammasi. 3 kilovatli stabilizatorimizning narxi $80. Tak, 5 kilovatli Andeli brendiga taalluqli bo'lgan stabilizator. Buni ham bypass avtomatlari bo'ladi, kabellari bo'ladi, razvedkalari bo'ladi. Tak, bu ham laterli stabilizator hisoblanadi. Garantiyasi 1 yil. 5 kilovatli stabilizatorimizning narxi xo'p $110. Ana endi
Xo'p, 10 kilovatli stabilizatorimiz hozir vitrinaga yo'q. Shuning uchun 10 kilovatli narxini ham aytib ketaman. 10 kilovatli stabilizatorimizning narxi $180. Hozir bu yerda 15 kilovatli stabilizator devorga osiladigan varianti bu. Laterli, bypass avtomatlar, termodatchiklari barcha kerakli jihozlar bilan jihozlangan. 15 kilovatli stabilizatorimizning narxi $210. Hammasiga garantiya 1 yil. Hammasiga. 15 kilovatli stabilizatorning yana bitta funksiyasi borki, ikki tomonida alohida o'zini sovutadigan ventilyatorlari bo'ladi. Ko'rinyaptimi ventilyator? Nastenni 10 kilovatli, 15 kilovatlida ventilyatorlari bo'ladi обязательно. Ikki tomonida ham bor. Xo'p, 15 kilovatlidan narxini aytib o'tdik. Xo'p, keyingisi 15 kilovatli stabilizatorning yerga turadigan variantlarini narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, 110 voltdan ko'taradi, 250 voltdan tushirib beradi. Bypass avtomatlari bo'ladi, termodatchiklari bo'ladi, orqasida ventilyatorlari bo'ladi. 15 kilovatli stabilizatorimizni narxi $210. Devorga osiladigan stabilizator bilan yerga turadigan stabilizatorning narxi bir xil. Faqat farqi u devorga, bu yerga turadigan. Garantiyasi 1 yil. Xo'p, ana endi yerga turadigan variantlarni vitrinamizda borlarni narxini birma-bir tanishtirib o'tamiz. 20 kilovatli stabilizator Andele brendiga taalluqli 80 voltdan ko'tarib 250 voltdan tushirib beradi. Tak, bu stabilizatorimizning narxi $440. Ventilyatorlari ikkitadan. Xo'p, 30 kilovatli stabilizator 110 dan ko'taradi, 250 voltdan tushiradi. Andele 30 kilovatli 110 dan 250 voltgacha ishlaydigan stabilizator. Xo'p, bypass avtomatlari bo'ladi, termodatchiklari bo'ladi. Orqasida sovutish uchun ikkitadan ventilyatorlari bo'ladi. Bu stabilizatorimizning narxi $460. Garantiyasi 1 yil. Xo'p, 30 kilovatli stabilizatorni 80 voltdan ko'taradiganlari ham bor. Xo'p, 80 dan 250 voltgacha ishlaydi. Ventilyatorlari ikkitadan, termodatchiklari bor. Tak, bypass avtomatlari bor. 30 kilovatli 80 dan ko'taradigan stabilizatorimizning narxi $530. 110 dan ko'taradigan stabilizatorimizning narxi $460. 15 kilovatli stabilizatorimizning narxi $210. Xo'p, 220 voltga ishlaydigan stabilizatorlarni qo'ldan kelgancha narx-navolari bilan tanishtirib o'tdim. Ana endi 380 voltga ishlaydigan stabilizatorlarni narx-navolari bilan tanishtirib o'taman. 380 voltga ishlaydigan stabilizatorlar 10 kilovatdan boshlab 600 kilovatgacha boradi. Xo'p, etap-etap, qadam-qadam boshlaymiz. 10 kilovatli stabilizator 3 fazaga ishlaydi, 380 voltga ishlaydi. 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Bypass avtomatlari, termodatchiklari, uchta ventilyatorlari bor. Xullas, admotkalari misli laterli bo'ladi bu. Garantiyasi 1 yil. 10 kilovatli stabilizatorimizning narxi $320. 15 kilovatli stabilizator 3 fazaga ishlaydigan, hop, 380 voltda ishlaydigan, 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan pasaytiradi. 15 kilovatli stabilizator. Bypass avtomatlar, termodatchiklar, hop, 3 tadan ventilyatorlar bilan jihozlangan. Tak, admotkalari 100% misli bo'ladi. Ishlab chiqarilgan yillarni bir ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. 2026-yilda ishlab chiqarilgan, 2026-yildagi narxlar bilan tanishtirib o'tyapman. 15 kilovatli stabilizatorimizning narxi $420. Tak. 20 kilovatli stabilizatorimiz 380 voltda ishlaydi, 3 fazalik, 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Admotkalari 100% misli, termodatchiklari bor. Orqa tomonda 3 ta ventilyatorlari bo'ladi. Har bitta etajni alohida sovutib beradi. Tak, bypass avtomatlar, termodatchiklar, barcha funksiyalari bor. 20 kilovatli stabilizatorimizning narxi $500. 3 fazali ishlaydi. Ana endi 50 kilovatlik 380 voltda ishlaydigan 3 fazali stabilizatorimiz Andele brend 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Tak, termodatchiklari bor, bypass avtomatlari bor. Alohida sovutadigan, o'zini har bitta etajni отдельно sovutadigan ventilyatorlar bo'ladi. Orqa tomonda tak, bu stabilizatorimizning narxi $900. 50 kilovatli 3 fazali stabilizatorimizning narxi $900. Hamma stabilizatorning garantiyasi 1 yil. Garantiya aytilmay qolgan bo'lishi mumkin, esdan chiqmasin. 1 yil garantiyasi. 60 kilovatlik 380 voltga ishlaydigan stabilizatorimizni funksiyalari, diapazonlari 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Bu laterli stabilizator bo'lib hisoblanadi bularning hammasi.
Xo'p, bypass avtomatlari, termodatchiklari, xo'p, sovutish uchun 3 ta kullerlar bilan jihozlangan. Xo'p, laterli stabilizator bo'lib hisoblanadi. Garantiyalari 1 yil. Shotkasi mana ikkitadan bo'ladi. Laterni ikki tomonda ikkita shotkali. Har bitta etajda ikkitadan jami 6 ta shotka, 6 ta motor bilan jihozlangan. Xo'p, 60 kilovatli stabilizatorimizning narxi $1000. Garantiyasi 1 yil. Keyingisi 75 kilovatli stabilizatorimiz. Xo'p, diapazonlari 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Funksiyalari 100% terma zashtasi bor, termodatchiklari bor. Bypass rejimlari bor. Bypass stabilizator va bypass rejimi. Keyin har bitta etajini ko'rgan bo'lsangiz, ko'rinyaptimi? Hozir oldida podstavkasi bor. Bu 3 ta etaj bo'ladi. Hozir birinchi etaj ko'rinib turibdi. Podstavkaning hisobidan o'rta etaj va pastdagi etaji ko'rinmayapti. Xo'p, har bitta etaji 75 kilovatli bo'lganligi uchun 25 kilovatdan bo'ladi. 25, 50, 75 kilovat bo'ladi. Jami 75 kilovatli stabilizator. Xo'p, bu stabilizatorimizning garantiyasi 1 yil, narxi $1250. Narxi $1250. Xato eshitmayapmiz. Ana endi xuddi shu stabilizatorning 100 kilovatligi, diapazonlari 280 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. 100% terma zashtalari bor, terma datchiklari. Xo'p, yana bitta narsa esdan chiqibdi. 3 fazaga ishlaydigan barcha stabilizatorlarning faza zashtalari ham bo'ladi. Ya'ni bitta faza yo'qolib qolganda 3 ta fazani ham baravar o'chirib beradigan zashtasi bor. Motor 3 fazali dvigatellarni himoya qilish uchun mo'ljallangan bu funksiyasi. Xo'p, 2026-yilda ishlab chiqarilgan. Yillari, pechatlari bilan turibdi. Xo'p, bu stabilizatorimiz mana ko'rib turganingizdek, har bitta etaji 30 kilovatdan bo'ladi. 30, 60, 90. Endi 100 kilovat deb aytiladi, 90 kilovat nagruskani ushlab oladi. Ya'ni tok pasayib ketgan vaqtda stabilizatorning quvvati ham pasayib boraveradi. Bu narsani elektrik akalarimiz o'zlari yaxshi tushunishadi. Xo'p, funksiyalarini tushuntirib o'tdim, diapazonlarini tushuntirib o'tdim. Ana endi bypass avtomatlari bor, termodatchiklari bor, orqasida 3 ta ventilyatorlari bor sovutish uchun. 100 kilovatli stabilizatorimizning narxi $1600. Garantiyasi 1 yil. Ana endi bu boshqa model. Stabilizator brendi Andeli, mana Andeli brend. Hop, 60 kilovatli stabilizator 190 voltdan ko'taradi, 190 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Ya'ni har bitta fazani hisoblaganda 110 voltdan ko'taradi. Alohida fazani 110 dan ko'tarib beradi. 3 fazaga hisoblaganda 190 voltdan ko'tarib beradi. Diapazoni kattaroq. Xo'p, bu stabilizatorimizda ham bypass avtomatlari, termodatchiklari bor. Xo'p, har bitta etajda 3 tadan katushkasi bo'ladi, jami 9 ta katushka bo'ladi. Bitta later, ikkita transformator har bitta etajda. Xo'p, bu stabilizatorimizning garantiyasi 1 yil. Bu stabilizatorimizning narxi xo'p $1250 ekan. 60 kilovatli stabilizator. Ana endi 75 kilovatli stabilizatorimiz, bu ham 190 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. Xo'p, diapazonlarni aytdim. Ana endi bypass avtomatlari, bypass rubelniklari bor, ya'ni promoy qiladigan va stabilizator, через stabilizator ishlatadigan funksiyasi bo'ladi. Orqa tomonda har bitta etajni alohida sovutadigan ventilyatorlar bo'ladi. Keyin 3 tadan jami 9 ta katushkali stabilizator. 75 kilovatli 190 dan ko'taradigan stabilizatorimizning narxi $1450. Hammasining garantiyasi 1 yil. Yana ham optim oladiganlar uchun narxi kelishtirib beriladi. 100 kilovatli stabilizator 190 voltdan ko'taradi, 430 voltdan tushirib beradi. 380 volt rovno ishlab beradi. Bularning hammasi laterli stabilizator bo'lib hisoblanadi. Xo'p, ichki ko'rinishlari bypass avtomatlari bo'ladi, termodatchiklari bo'ladi. Orqa tomonda 3 tadan har bitta etajni sovutadigan 3 ta ventilyatorlar bo'ladi. Har bitta etajni 3 tadan jami 9 ta katushkali bo'ladi. 100 kilovatli 190 voltdan ko'taradigan stabilizatorimizning narxi $1900. Ana endi laterli 100 kilovatgacha bo'lgan stabilizatorlarni
narxlari bilan tanishtirib o'tdim. Ana endi xo'p, 100 kilovatlikni mana bunaqa variantlari ham bor. Bu variant bunaqa stabilizator ham, bu ham laterli stabilizator deb ataladi. Endi ba'zilar turbo variant deb atashadi. 100 kilovatlik stabilizator buning diapazoni 304 voltdan ko'taradi, 460 voltdan tushirib beradi. Xo'p, ichki ko'rinishlarini biror videoga ko'rsatib boramiz. Xo'p, ichki ko'rinishlari mana shunaqa holatda bo'ladi. Buning funksiyalari bypass rejimi bor. Stabilizator va bypass. Terma datchiklari bo'ladi, terma zashtasi bo'ladi. Tok oshib ketganda o'chiradi, tok tushib ketganda o'chiradi, nagruzka ham oshib ketganda o'chiradi. Qo'shimcha zapas zaxirada yana bitta qo'shimcha boshqaruv platasi bo'ladi. Ya'ni bu plata ishdan chiqqan vaqtda shtekerini sug'urib, ikkinchi plataga ulab, yana kiyib qolgan joyidan ishni davom ettirish uchun, ish to'xtab qolmasligi uchun. Xo'p, bu stabilizatorimiz turbo variant deyiladi. 100 kilovatli stabilizatorimizning narxi 2300 dollar ekan. 2300 dollar. Diapazonlari 304 voltdan ko'taradi, 460 voltdan tushirib beradi. Keyingisi 150 kilovatli stabilizator. 150 kilovatli stabilizator. Bu ham hop turbo variant deb ataladi. Laterli bu ham. Aslida bu laterli. Sho'tkali bo'ladi. Hop, ichki ko'rinishlari mana shu holatda bo'ladi. Bypass rejimlari bor, terma datchiklari bor, tok oshib ketganda o'chiradi, tok tushib ketganda o'chiradi, nagruzka oshib ketganda o'chiradi. Qo'shimcha zapasni boshqaruv platasi bo'ladi. Ishdan chiqqan vaqtda shtikerlarni almashtirib, vaqtdan yutqizmaslik uchun yana kelib qolgan joydan ish davom etaveradi. Xo'p, gap cho'zmaymiz. 150 kilovatli stabilizatorimizning narxi 3000 dollar ekan. 150 kilovatli 3000 dollar. Keyingisi xuddi shu stabilizatorning 200 kilovatlik varianti. Buning diapazoni 304 voltdan ko'taradi, 460 voltdan tushirib beradi. Xo'p, ichki ko'rinishlarini biror videoga ko'rsatib boramiz. Bu stabilizator ham laterli stabilizator bo'lib hisoblanadi. Admotkalarini ko'raylik bo'lsangiz. Xo'p, juda ham bir bahaybat, zakonni ishlaydigan stabilizator. Funksiyalari bypass rubelniklari bo'ladi, terma datchiklari bo'ladi, faza zashtalari bo'ladi. Bitta faza yo'qolib qolganda, uchta fazani ham barobar o'chirib berib, dvigatellarga zarar yetmasligi uchun. Bu stabilizatorimizning narxi, xo'p, 200 kilovatli stabilizatorimizning narxi 4000 dollar. 4000 dollar. Garantiyasi 1 yil, hammasiga garantiya 1 yil. Xo'p, keyingisi 300 kilovatli stabilizator. Bu ham laterli stabilizator bo'lib hisoblanadi. Andeli brendiga taalluqli. Ichki ko'rinishlarini bir ko'rsatib boramiz. Juda ham bahaybat. Juda ham zo'r ishlaydigan stabilizator. Mana ko'rib turganingizdek, laterli stabilizator, turbo variant deb ataladi. Ichki ko'rinishlari. Xo'p, bu stabilizatorimizda terma zashtasi bo'ladi, faza zashtasi bo'ladi, skachoy zashtasi bo'ladi. Ustanovkasi ikki tomondan bo'ladi, ikki tomondan kabellanishi, kirish, chiqish va qo'shimcha upravleniya platasidan qo'shimcha zapas plata zaxirada bo'ladi. Admotkalari 100% misli bo'ladi. Hammasini admotkasi misli bo'ladi. Alyumin aralashgan nimadirlar bo'lmaydi. 100% mis. Garantiyasi 1 yil. Xo'p, 300 kilovatli stabilizatorimizning narxi xo'p, 6300 dollar. Ana endi buni eshigini ochganda o'zi hayajonga qolishimiz aniq. 400 kilovatli stabilizator F model deb ataladi. F model nimasi ekan degan savollar bo'lib qoladi. Hozir tushuntirib o'taman. Xo'p, bu stabilizatorimizning diapazoni 270 voltdan ko'taradi. 460 voltdan tushirib beradi. Diapazoni juda ham katta. Yana bitta eng yaxshi funksiyasi borki, buni elektrik akalarimiz, shu sohada ishlab yurgan, tok sistemasini tushunadigan akalarimiz o'zlari tushunishadi. Ichki ko'rinishlarini bir ko'rsatib boramiz. Juda ham bahaybat, juda ham ajoyib, juda ham yaxshi, zo'r stabilizator. Men shu stabilizatorni to'g'risi eshigini ochganda havas bilan qarayman, sababiki 100% misli stabilizator. Ishlashlari zakon. Yana bitta buni ajoyib funksiyasi borki,
har bitta fazani alohida настройка qilib beradi. Har bitta faza uchun отдельный управление, har bitta faza uchun alohida motor ishlaydi. Ya'ni 3 ta fazani отдельный настройка qilib beradi. Buni tushunadigan odam o'zlari tushunib olishaveradi. Xo'p, stabilizatorimiz ichki ko'rinishlari. Har bitta faza uchun alohida ikkitadan управление qismi. Bittasi zapas, bittasi рабочий ishlab turadi. Jami 6 ta plata bilan jihozlangan terma zashtalari bo'ladi. Ustanovkalar yon tomondan, orqa tomonda bypass rubelniklari bo'ladi. Faza zashtalari bo'ladi. Bitta faza yo'qolib qolsa yoki bitta faza o'chib qolganda 3 ta fazani ham baravar himoya qilib beradi. Bu stabilizatorimizning narxi, xo'p, 400 kilovatlik F model deb ataladi bu. 400 kilovatlik F model stabilizatorimizning narxi $9500. To'g'ri, narxi baland, qimmat, lekin shu narxiga stoyishi bo'lgan stabilizator juda ham ajoyib stabilizator bo'lib hisoblanadi. Men shu stabilizatorni yaxshi ko'raman, to'g'risi. Xo'p, mana hurmatli bizni obunachilarimiz, qo'limizdan kelgancha, aqlimiz yetgancha imkon darajasida narxlari bilan, ishlashlari bilan, diapazonlari bilan tushuntirib berishga harakat qildim. Xo'p, keyingi videolarimizda yana ham boshqa stabilizatorlarimiz, boshqa turdagi stabilizatorlarimiz kelib qolsa tanishtirib boramiz. Nimaiki savollar bo'lsa, nimaiki tushunmagan joylar bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz. Nomerlarga yozib yoki telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Hamma stabilizatorlarimizga 1 yil garantiya beramiz. Optim olib savdo qiladigan akalarimiz ham aloqaga chiqsalar, optim narxida kelishtirib beriladi. Bu narxdan o'tib beriladi. Hammalaringizga rahmat, sog'lik, salomatchilik tilayman. Rahmat hammalaringizga. Birro to'liq hammasini bitta video qilib olib berasiz, operator. Keyin negativchi akalar uchun alohida yana bitta tilagim, negativ yozadigan mijozlarimizga omad yor bo'lsin. Ular hech qachon negativ yozishdan charchamasinlar. Hamma joyda kami ko'st bo'ladi. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr.